Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan piramida shakliga ega bo'lgan va nomi Piramix bo'lgan ushbu boshqotirmani qanday qilib yig'ishni o'rganamiz va bugun birinchi darsimiz. Darsga kirishdan avval shuni aytib o'tishimiz kerakki, agarda siz 3 ga 3 yoki 2 ga 2 kubiklarni yig'a olgan bo'lsangiz, piramida sizda hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Lekin siz birinchi bor ushbu boshqotirmani, ya'ni ushbu Piramixni yig'ayotgan bo'lsangiz ham unchalik qiyin deb o'ylamang. Bor yo'g'i ikkita formula sizga yordam bera oladi. Demak, darsimizga kirishdik. Piramixning tomonlarini ko'rib turibmiz. Bir tomonini har doim mana shu shaklda ushlaymiz, xohlagan tomoningizni. Ya'ni qanday harakatlanadi deydigan bo'lsangiz, bor yo'g'i 3 ta tomoni bor xolos. Qarang, e'tibor bering. Mana shunday ushlab turibsiz. Istalgan tarafini, demak bizda bor o'ng taraf yoki pastga yoki tepaga, chungiga yoki pastga yoki tepaga. Yana qaytaramiz. O'ng taraf, chap taraf va tepa. Endi esa yanada ichkariroqqa kiradigan bo'lsak, mana shu bir tomoni. Endi esa yaxshilab e'tibor bering, qiyin emas. Uchlari mana shu Piramixning nimalari ekan? Uchlari ekan. Endi esa mana shu chiroyli holat yuzaga keldi. Bu esa yaxshilab e'tibor bering. Mana bu yon tomonlar, ya'ni tepaga qarab turgan uchburchaklar. Yanada tushunarli bo'lishi uchun shuni aytaman. Tepaga qarab turgan uchburchaklar. Va aksincha mana bu uchalasi esa ko'pchiligimiz radiatsiyaning belgisidan taniydigan bir holat. Bu Piramixning, ya'ni Piramixning bir tomonining markazlari. Yana qaytaramiz. Burchaklar, yon tomonlar va markazlar. Bular nimaga kerak bo'ladi desangiz, albatta darslarimiz davomida o'zingiz ko'rib o'tasiz. Muhimi shuni bilingki, nomlanishi, joylashuvini bilib olganingiz hozir sizga yetarli. Har bir tomon har qanaqasiga aylantirmang ushbu holatga duch kelasiz. Shuning uchun bir tomonning o'zida ko'rib shu bilan kifoyalandik. Endi esa keling bevosita yig'ishni nimadan boshlashni ko'raylik. Faraz qiling sizda Piramix biroz yig'ilmagan holatda turibdi deylik. Demak, Piramixni buzib yubordik. Endi esa yig'ishni boshlaymiz. Demak, yig'ishni boshlashdan oldin hozirgina siz bilan ko'rib o'tgan tomonlarimiz esdan chiqmagan bo'lsa, ya'ni tomonning qismlarini ko'rib o'tdik. Hech bir qism qolib ketmadi. Qo'limizga oldik deylik. Nimadan boshlaymiz? Biz bilamizki, uchlari bor yo'g'i 4 ta mana. 1, 2, 3, 4. Demak, mana shu uchlaridan boshlab biz to'g'rilab chiqamiz. Bu hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydigan bir muammo. Ya'ni burash orqali xohlaganingizcha burib ko'ravering. Bir tomoni bir-biriga mos kelsa mana shu. Bu nima edi? Markazlar edi. Mana shu 1, 2, uchalasi markaz edi. Demak, ana shu uchlar markaz bilan bir xil rangda bo'lish kerak. Buning uchun shunchaki uchini burashingiz sizga yetarli mana. Demak, markazlarimiz bir xil bo'ldi. Va mana shu uchalasi endi qolgan taraflari ham o'z-o'zidan bir xil bo'ladi. Oddiy mantiq. Va birgina joyi qoldi, uni ham mana shunday burab to'g'rilab olamiz. Demak, ko'rib turibmizki, birinchi qadamni bosib oldik. Markaz va burchaklarni, ya'ni boshqacha aytganda piramidaning uchlarini biz yasab oldik. O'ylaymanki, hech qanday qiyinchilik yoki tushunarsiz taraf yo'q. Shunchaki buraysiz xolos, qachonki hech bo'lmasa bir rangga o'z markaz bilan mos kelmaguncha. Va albatta shuni moslashtirganingizdan keyin boshqa taraflar ham o'z-o'zidan mos keladi. Endi esa ikkinchi qadamimiz. Biz keyingi qadamda qanday yo'l tutamiz va nima qilamiz? Esingizda bo'lsa, agarda sizlar bilan 3 ga 3 kubik Rubikni ko'rib o'tgan bo'lsak, biz oq tarafni yig'ib olishdan boshlar edik. Bu yerda albatta oq yo'q, shuning uchun asosan ko'p boshqotirmani yig'uvchilar sariq tarafdan boshlashadi. Shunday ekan, keling hozir sariq tarafni yig'ishni boshlaymiz. Ya'ni birinchi bo'lib sariqni umumiy yig'ib olamiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun birinchi avvalambor siz uchida sariq rang yo'q tomonni topib olishingiz kerak.
Sariq bor, sariq bor, sariq bor. Ha, demak bittagina uchimiz qoldi. Ana shu uchida sariq yo'q ekan. Demak, bu nimaga kerak edi bizga? Mana shu sariq yo'q uchning qarama-qarshi tomoni, ya'ni pastki qism sariq yuzaning joylashuvi bo'ladi. Sababi birorta ham sariq rang bo'lmagandan keyin albatta sariq pastda joylashadi-da. Shunday ekan, yana qaytaraman. Mana shu sariq yo'q uchini topib olib, shuning pastiga sariqni joylaymiz. Tushundikmi? Pastini burab olamiz va bizning hozir qiladigan ishimiz nima desangiz, mana shu shaklni hosil qilamiz. Demak, burchak, markaz, burchak, markaz, burchak, markaz. Demak, mana shu holat 1 2 3 1 2 3 holatimiz bizga kerak. Ya'ni mana shu qismlarni sariq qilib olishimiz kerak. Hech o'ylamang, bizga hech qanday formula hozir kerak emas. Yana shunchaki burasiz. Siz aslida bir burish ila hosil qilishingiz mumkin bu holatni. Ya'ni qarang. Bor yo'q shu. Bir bora qaraysiz, ha, demak bu tarafda ekan. Burdik. Bunda ham qaraymiz, mana bu yerda ekan. Burdik. Bo'ldi. Hech ham qiyin emas. Doim biz uchlarni boya yasab olganimizdan keyin bular o'z-o'zidan bizga tayyor bo'ladi. Shunchaki burab joylashtirib olsak bo'lgan. Shunchaki bir bora buraganda topib olish uchun e'tiborli bo'lgan yaxshiroq, ya'ni. Qaraymiz, ha, bu yerda. Agar hozir chapga burasak tepani, biz ko'proq yurish qilib qo'yamiz. Agar shuni bir bora o'ngga burasak, ha, demak ko'rdik. Bu yerni ham buradik va bu yerda pastda ekan. Mana ko'rib turibmiz. Bizga hozir mana shu burchak, markaz, burchak, markaz, burchak, markaz kerak edi va biz o'zimizga kerakli shaklni yasab oldik. Ya'ni maqsadimizni bajara oldik. Endi esa nima qilamiz? Endi faqatgina nimalar qoldi? Yon tomonlar. Mana bularning sariqligiga hali xursand bo'lmang. Bular sariq degani o'z joyida degani emas. Sababini hozir ko'ramiz. Endi esa mana shu holatdan burib pastga qaratib olamiz. Yon tomonlari mana bular edi. Sariqning yon tomonlari biz uchun mana bular. Demak, bor yo'g'i nechta? 1 2 3 ta yon tomonni o'z joyiga joylasak bo'ladi. O'z joyida ekanligini qayerdan bilamiz desangiz, mana shu sariq o'z joyida. Sababi u o'zidan keyingi tomonning, ya'ni yashil tomonning mana bu markaz, ya'ni burchak markazi bilan bir xil rangda turibdi. Mana bu esa o'z joyida emas. Sababi nima? Sababi sariq bo'lsa bo'lsin, lekin o'zining qo'shni tomoni qizil tomon bilan, ya'ni burchak markazlar qizil. Demak, bu qaysi tomon? Bu qizil tomonimiz. Biroz burab sizga yanada tushunarli qilib olamiz. Mana bu qaysi tomonimiz ekan? Bu qizil tomonimiz. Bu mana yashil tomonimiz o'z o'rnida sariq. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bu yerda esa umuman yo'q. Demak, tepada qayerdadir burchakda, yon tomonda joylashgan. Ha, mana. Keling, mana shu tepada joylashgan sarig'imizni qanday qilib o'z o'rniga bu yerga joylaymiz desangiz, tepani birinchi bor ko'ramiz. Ha, demak bizda sariq tosh bormi? Uni qayerda ekanligini pastga qaramasdan ham bilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni buning o'rni qayerda ekanligi. Qo'shnisiga qarang, qaysi rangda? Qizil. Ha, demak bu pastda turishi aniq, lekin qayerda? Ya'ni qayerning yon tarafi bo'ladi desangiz, qizilning mana shu tomonning pastki qismi. Shunday ekan, buravering. Mana yonda turibdi. Siz mana shu birinchi qizilni o'zingiz tarafga qaratib olgan holatda ana keyin sariq tomonni, ya'ni mana shu biz uchun kerakli toshni o'zimizga qaratib oldik. Mana shu holatgacha sizga tushunarli bo'ldimi? Endi formula haqida biroz gaplashamiz. Formulamiz juda ham oddiy. Takrorlayman, siz qarab turasiz. Demak, bizda bor qaysi taraflar? O'ng taraf, chap taraf va tepa. Hozir bizga asosan o'ng va chap taraflar kerak bo'ladi. Formulamizning nomi juda ham sodda. 4 harakat deb nomlanadi. Ya'ni ana shu 4 harakatimiz bir formulani tashkil etadi. Hech qachon yarmiga borib to'xtab qolmang. Ko'pchilik yarmiga borib to'xtaydi va nima uchun menda o'xshamayapti degan savolni beradi. Yo'q, siz boshladingizmi, uni tugating. Hozir mana ko'rsataman. Demak, bizda 2 xil deganim aslida bir, faqatgina o'ng tarafdan boshlasak alohida, chap tarafdan boshlasak alohida. Ko'ramiz, o'ng tarafdan boshlaymiz. Demak, qarang, o'ng tarafni pastga tushiramiz, chapni pastga tushiramiz, o'ngni tepaga chiqaramiz, chapni tepaga chiqaramiz. Va mana shu 4 harakatimiz, yana takrorlayman. 1 2 3 4. Mana shu 4 harakatimiz biz uchun formula, birinchi formulamiz. Ya'ni
o'ng tarafdan boshlayapmizmi? 1 2 3 4. Mana shu o'ng taraf formulamiz hisoblanadi. Ya'ni shu 4 harakat deb nomlagan formulamizning birinchisi, ya'ni o'ng tarafdan boshlayapmiz. Endi chap tarafdan boshlasak qanday? Xuddi shuni chap tarafdan. Chapni pastga, o'ngni pastga, chapni tepaga, o'ngni tepaga. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. O'ng tarafdan boshlasangiz 1 2 3 4. 1 2 3 4. Albatta takrorlash orqali siz soddalik bilan o'rganib olasiz. Hech qanday qiyin tarafi yo'q. Demak, yana takrorlayman. O'ng taraf 1 2 3 4, chap taraf 1 2 3 4. Endi esa yana pastga qaytamiz. Ana kerakli holat bizga. Demak, pastdagi yon taraflar birortasi endi yo'q. Hozirgi formulani ishlatganimizda ular tepaga chiqib ketdi. Qanday qilib, demak, boyagi qizil tarafimiz mana. Mana shu mana ko'rib turibmiz, qizil va sariq ekan. Demak, yana takrorlayman. Buni pastga olib tushishimiz aniq, lekin qaysi pastga desangiz, mana shu qizil tomonning pastiga. Sababi mana qizilning asosiy tomoni. Buning qo'shnisi esa qizil. Shunday ekan, buni ana shu avvalambor qizil tomonga olib kelib olamiz. Sizga ko'rinmay qolmasin. Yo'q, sizga ko'rinib tursin. Gohida mana bu yerda bo'ladi yoki bu yerda. Boshqa holat yo'q. Agarda sizdan chap tarafda bo'lsa, siz chap qo'l formulasini ishlatasiz. O'ng tarafda bo'lsa, o'ng qo'l formulasini ishlatasiz. Demak, 1 2 3 4 va qarabsizki o'z o'rnida. Yana qidiramiz sariq toshlarni. Mana yana bir toshimiz. Bu sariq va yashil ekan. Biz yashil tomonni qidiramiz. Ha, mana o'sha yashil tomon. Va yana takrorlayman, sariq sizga qarab tursin. Hech qachon ko'rinmay yoki mana bunday bo'ldi-ku, mana buni olib tushaman-ku deb o'ylamang. Yo'q, sizga qarab tursin. Chap tarafdanmi chap qo'l formulasi. 1 2. Ko'pchilik mana qarang. Ha, bo'ldi, tushdi-ku dedi. Yo'q, biz hali tugatmadik formulani. 1 2 3 4. Albatta o'z o'rnida. Va ana gohida mana shunday holat bo'lib qoladi. Ya'ni biz uchun kerakli tosh tepada emas, ya'ni uchburchak tepada emas, pastda joylashib qoldi. Nima qilamiz? Juda ham oddiy. Siz bilgan o'sha formula. Xoh chap tarafdan qiling, xoh o'ng tarafdan qiling. 1 2 3 4. Ana tepaga chiqib ketdi. Mayli bu yerda boshqa tosh bizga muhim emas. Muhimi tepaga chiqarib oldik va qaysi tomonning qo'shnisi ekan bu sarig'imiz? Ko'k tomonning. Ko'k tomonga olib kelib oldik mana. Mana shu ikki joy aytadi sizga qayer ekanligini. Tepa muhim emas hozir bizga. Past. Mana shu pastki qism bilan. Demak, mana topib oldik, o'rnashtirib oldik. Chap qo'l qoidasi, ya'ni chap qo'ldagi ishlatadigan formulamiz 1 2 3 4. Va joylashib oldi. Biroz bursangiz yanada yaqin kelasiz marraga. Demak, pastki qismni butunlay bajarib oldik. Endi esa bor yo'g'i mana shu yon tomonlarni joylashimiz qoldi. Agarda sizga tushunarli bo'lsa, ana shu holatni albatta rasmga olib, topshiriqni bajarib jo'natasiz va ana undan keyin ikkinchi yakuniy darsimizga o'tamiz. Va sizlar bilan osonlik ila qanday qilib davomini, ya'ni tepa qismini yasashni o'rganib olamiz. Topshiriqni kutib qolaman. Salomat bo'ling.